Assalomu alaykum. E'tiboringizga Xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashining 2026-yil 6 oy davomida amalga oshirilgan ishlari to'g'risida tahliliy axborot taqdim etiladi. Xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashi deputatlari o'zlarining faoliyatlarini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonuni, O'zbekiston Respublikasining deputat maqomi to'g'risidagi qonuni asosida faoliyatlarini olib bormoqdalar. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati kengashining bir qator qarorlari asosida deputatlarning faoliyatlari tartibga solib kelinmoqda. Xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashining sifat tarkibiga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda kengashimizda 25 nafar deputatlar faoliyat olib bormoqda. Ularning 20 nafari oliy ma'lumotli va 5 nafari o'rta maxsus ma'lumotga ega. Partiyalar kesimida tahlil qilinadigan bo'lsa 7 nafar deputat O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan saylangan. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi va O'zbekiston Adolat Sotsial Demokratik partiyalaridan 5 nafardan, O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi va O'zbekiston Ekologik partiyasidan 4 nafardan deputatlar kengashimizga saylangan. Gender masalasi bo'yicha 22 nafar deputat erkak va 3 nafar deputat ayollar saylanib faoliyat olib bormoqda. Deputatlarning sohalar yo'nalishida tahlil qilinadigan bo'lsak, bugungi kunda pedagog, muhandis va qishloq xo'jaligi sohasida 5 nafardan deputatlar saylangan. Iqtisod yo'nalishi bo'yicha 4 nafar, madaniyat va jurnalistika sohasi bo'yicha 1 nafardan va boshqa sohalar bo'yicha 4 nafar deputat faoliyatlarini olib bormoqda. Shu bilan birga kengashimizda 5 ta doimiy komissiya tuzilgan bo'lib, mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyada 5 nafar deputat a'zo. Ular tomonidan 6 oy davomida 9 marta yig'ilishlar o'tkazib, 23 ta qarorlar qabul qilingan. Korrupsiyaga qarshi kurashish, davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash va huquqiy masalalar bo'yicha doimiy komissiyaga 6 nafar deputat a'zo bo'lgan. Ular tomonidan 11 marotaba yig'ilishlar o'tkazib, 23 ta qarorlar qabul qilingan. Ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zolari 6 nafar deputatdan iborat bo'lib, ular tomonidan o'tgan davr mobaynida 3 marta yig'ilish o'tkazib, 4 ta qaror qabul qilingan. Agrar qurilish, kommunal soha, ekologiya, sanoat va transport masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zolari 6 nafar deputatlardan iborat bo'lib, ular tomonidan 4 marotaba yig'ilishlar o'tkazib, 6 ta qarorlar qabul qilingan. Kengashimizda o'tgan davr davomida 9 marta sessiyalar bo'lib o'tdi. Ushbu sessiyalarda 32 marta mansabdor shaxslarning hisobot va axborotlari eshitilgan. Hududlarni rivojlantirish dasturlari, bosh reja, mahalliy byudjet, mahalliy soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar miqdorini belgilash kabi masalalar bo'yicha 37 ta qarorlar tasdiqlangan. Shu bilan birga kengashimizda mavjud doimiy komissiyalar tomonidan 5 marotaba nazorat tadbirlari o'tkazib kelingan. Kengashga saylangan deputatlarning partiya guruhlari tashabbusiga bo'yicha 2 marta takliflar kiritilib, sessiyada tegishli qarorlar qabul qilingan. Yil boshidan beri kengash tomonidan 3 ta normativ tusdagi qarorlar qabul qilinib, ijroga qaratilgan. Shu bilan birga kengash deputatlari tomonidan hududlarda 28 ta muammolar aniqlanib, ularning 4 tasi mahalliy yetakchi a'zolar bilan birgalikda hal etilgan. Ushbu talablardan kelib chiqib o'tgan davr mobaynida davlat organ va tashkilotlar rahbarlariga 31 ta deputatlik so'rovlari yuborilgan. Kengash deputatlari tomonidan o'z saylov okruglarida aholi vakillari bilan 36 marotaba uchrashuvlar o'tkazilgan. Ushbu uchrashuvlarda aholi tomonidan 32 tadan ziyod muammolar ko'tarilgan va ularning 30 tasi deputatlar tomonidan ijobiy hal qilingan. Kengash deputatlari sa'y-harakati bilan 15 nafar fuqarolar kambag'allikdan chiqarilgan. 47 nafar fuqarolarning bandligi ta'minlangan. 5 nafar fuqarolarga kredit va subsidiyalar olishga yordam berilgan. 25 ta yangi ish o'rinlari yaratilishiga ko'maklashilgan. 5 nafar talabalarning to'lov kontraktlari ijtimoiy reyestr orqali to'lab berildi. 42 nafar nogironlik bo'lgan fuqarolarga tegishli yordamlar ko'rsatilgan. Shu bilan birga deputatlarning o'rganishlari va ularning takliflari asosida
tumanda 18,5 kilometr avtomobil yo'llari ta'mirlangan. Ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash maqsadida aholini xabardor qilish yo'nalishida kengashning 37 ta qarorlarining hammasi kengash tizimi orqali rasmiy ravishda e'lon qilinib, ommaga taqdim etilgan. O'tkazilgan barcha sessiyalarimizdan 9 ta bo'lib o'tgan sessiyalarimizning barchasi onlayn tarzda YouTube platformasi orqali to'g'ridan-to'g'ri efir ko'rsatilgan. Shu bilan birga o'tkazilgan sessiyalarning 3 tasi video konferensiya shaklida o'tkazilgan. Kengashimizning barcha faoliyatlari ijtimoiy tarmoqlarda Facebook, Instagram va Telegram sahifalari orqali muntazam ravishda yoritib borilmoqda. Kengashimizning 2026-yilga mo'ljallangan rejalari bu quyidagilardan iborat. Normativ-huquqiy hujjatlar ijrosi yuzasidan nazoratni kuchaytirish, ijtimoiy-iqtisodiy masalalar bo'yicha olib borilayotgan ishlar holatini yanada jadallashtirish, deputatlik nazoratini davom ettirish, ekotizim va obodonlashtirish yo'nalishida ishlarni jadallashtirish, ta'lim, sog'liqni saqlash va madaniyat sohalarini o'rganish, huquqiy va nazorat faoliyatini olib borishdan iborat. Kengashimizning 26-yilda birinchi yarim yillikka amalga oshirilgan ishlari to'g'risida axborotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun